Yaxshi chiqyaptimi? Videoga avvatdi qimirlamay. Ilmda baraka, ishlaringlarda yutuq bo'ladi. Mana hozir yong'orangi yaltiroqlarda ishlashni o'rgandik. Tosh effektlarini o'rgandik. Yong'orangda ishlashlarni o'rgandik. Kapuchino ranglar modaga chiqib turibdi. Buni ham polirovka qilib ishlashni o'rgandik. Matiy polirovkani ko'rsating-da. Matiy polirovka mana ko'pchilik matiy polirovka yo'q deb o'ylaydi, bor. Bu narsani o'rganish kerak, ozgina o'qish kerak. Ilmda baraka. Mana bu yoqda keyin oq qolingda mana однотонныйlarda ishlash. Ko'pchilik ishlaganda sarg'aytirib qo'yadi, sifatini buzib qo'yadi, kraskani shagrellari qolib ketadi. Mana shularni yo'qotib ishlashni o'rgandik. Bu yoq endi dubsh pollarda, matviylarda ishlashlarni o'rgandik. Nasrulloh ishlarini o'zlari Instagramda ham kuzatdik. Bu yoq o'qishga kelishlaridan oldin. Ishlariga Alloh quvvat bersin. Yaxshi, ijodlari zo'r. Keyin eng havosim kelgani bular hali yosh. Hali bularni kelajagi oldinda. Imkon qadar mana shu narsani mahkam o'rgansak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Yaxshilikda ko'rishaylik, salomat bo'linglar.